Qaynona, poligondamisiz? Harbiy kuyov keling, kayfiyatlar a'lo jangovarmi? Oling bu maktab bergan sizlar askaringizni. Naryad ketaman desam sapogim tozalanmagan. Bunaqa forma olib bering, bunaqa forma olib bering. Pulimni ta faqat. Oshxonadagi epikrovkalar tozalanmagan mastashidan gap eshitdim. Qudam tinchmilar? Faqat men telefonimni razvedka qiladi bunis. Zavshlik abitek palojdan ta'mi yo'q. Kechasi bilan faqat tankaday qar bu. O'zingiz ham mana kam joyingiz yo'q. Binokling pastga qarati. Biz sizdan bunaqa kontrakt qilmaganmiz. Ana buni oling, men o'zimga zakkoni jangovarni topa olaman. Ketdim. To'xtang kuyov, palatkaga kiring, harbiychasiga gaplashib olamiz. Men sizga boskarda olib keting deb yalinganim yo'q. O'zingiz kazarmam tagida 2 oy soqchi turib, yalinib zo'rg'a olib ketdingiz. Tankaday tarillarmish. Uxlating buni. Sizni vayingi chasingizda bu askarga 2 soat adboy bo'ladi yoki yo'q? Kim aytdi? Haftaning 7 kuni paqada. Oshxona uborka, territoriya uborka, kamiga qudam kazarmaga pashar deb borsa yuradi suvni ko'tarib yoqdan bu yoqqa. Kuyov, armiyada ham bitta askarga 6 oyda bir marta kiyim beriladi. Buningizni qarang, 2 yildan beri bitta kiyimda yuribdi. 2,5 yil. Murojaat etishga ruxsat bermadimmi hali? Siz murojaat qilishga ruxsat bermaysiz. Onangiz kunda isig'ida marsh prosotga chiqazib yoradilar. Singlingiz kiyimlarini so'rab psixologik ataka qilsin. Opangiz bolalarini tashlab ketib qarab turdisin. Armiyani ham bog'cha qilib tashamanglar, kuyov. Bironta jangchiga o'ralashib qoldingizmi, kuyov? Yo'q, aslo yo'q-da. Qarangda, lekin branjletingiz ham yordam bera olmaydi lekin. Bizda to'yalik kechasi maxsus operatsiyamiz bor. Qani, kaskalaring omon bo'lsin, zibanalaring kechikib kelmasin. Вообще zalot bo'lmasin, snayperga ko'z tegmasin. Sog' bo'ling, salomatlik joyingiz sog' bo'lsin. Qalatingni silay, yorini yig'isidan. Bahoratda qish o'tdi, uylanmadimi? Yoz issiq ekan, to'yni qilganini qara. Ana Surnachi Afrikadami deyman? Senlar birinchi kun to'yga chiqyapsan. Men 15 kundan beri to'yma-to'y yuribman. Qorayib ketaman-da. O'zbek ekan-ku. Gap yo'q, kuyovjo'ralar yomon qildiribdi. Nimaga bu hammaja suv bo'lib ketdi? O'ynayotimiz bu istiqom terlaydi, suv bo'ladi-da. Bo'lmasa ana огородga kartoshka oldiga o'ynanglar, ukulonda o'ra suv chiqmaydi. Qoching, ketdik. To'g'ri tur. Tezlashlaring, kuyovjo'ralar keldi. Yo'q, bitta ko'ring. Shoshma. Makiyajim oqib ketdi. Obbo, qarama dedim-ku senga. Shpaklovka tortib abo qilib ol. Obbo, o'tir endi. Aparatim qani? Zarnasi ekanda. Ne fikr avval? Unga qara. Assalomu alaykum. Qizim, dugonang ichkarida ket tez. Bu qizcha qarindosh emasmi sizga, amak? Birinchi marta ko'ryapman buni. Qani qo'y. Obuga nima bo'ldi? Quyosh terib qolibdi-ku. Og'izdan qo'yamiz. Dushni turbasi qayerda qolgan endi? Amaki, menga beraman hozir. Bemalol. Qanday bo'lgan bular? Hay, bo'ldi. To'xtalaring. To'y bo'lyapti, ketdik bo'ldi, chiqamiz. Bizlar yoshligimizda rosa shunaqa cho'milardik-a. To'ylar qamda rasmga olaman men. Yangi telefon olsanmi? Ishonchli kunlarda 3-chi, 4-chi, 5-chi iyul kunlari smartfonlarni boshlang'ich to'lovlarsiz, qo'shimcha ustamalarsiz o'zim narxini 12 kunga bo'lib berishga beryapti. Bundan tashqari 3-iyuldan 12-iyulgacha Artel Shivak sotuvchilarini hali hech qayda bilmagan narxlarda 0012 sharti bilan xarid qilish mumkin ekan. O'shandan oldin bundan arzon topolmaysan. Zo'r ekan lekin. Qani qizim baxtli bo'l, kuyovjo'ralar qani? Boshinglar, biz orqaga yetib olamiz. Amaga chiqinglar, biz suv bilaylik. Bor, baba kelyapti, nima qilmoq. Xotinjon, chiqsaga sovg'a olib keldim. Menga? Letni ko'ylak mana. Rahmat hayotim. Ana mol to'ylardan uzoqroq yurgan, ular ham kiyaman deydi. Adasi, uyimiz issiq, bitta ventilyator olaylik. Ventilyator? Ana ventilyator qalay? Voy, zo'r ekan. O'g'lim, sen qo'shib shamollasan. Ha. Skorsni pasaytiraymi? Ana. Mana osham pishdi, oling. Go'sh, faqat go'sh ekan-ku. Ana bunga nima yozmading? Marker tugab qoldi. Bu oqliq ekan-da. Bo'lmasa buni men yeyman. Sen go'sh deyman. Kenayi. Galupsiya qiluvdik, oyim berib yuboruvdilar. Yo'qot qog'ozingni, galipsini ol. Kamin ham qo'tinglar. Mana galupsi. Bu qo'shni ham krediti bor ekan-da. Dada, oshni bekor to'g'diz. Televizorga nima gap? Zo'r TV. O'z jarima maydonimizga yetib.
Yo, bitta orqaga qaytaring yana. Orqaga? Orqaga qaysi edi? Bolajonmidi? Yo, mahalla edi. Voy, kunduz kuni hayvon svetini o'chirib qo'ying, ekonom bo'ladi. Ha. Ana o'chirdim svetni. Senga sovg'a olib keldim. Ana. Voy, Chanelmi? Originali. Made in Fransiya ekan. Ha, Mbappeni xonasidan oldim, parfümeriya sotar ekan. Adasi turing, oyim bilan dadam keldilar. Ya, futbol ko'rakondim. Qizim, yaxshimisan? Voy, Chanel sekkanmisan? Original qovunni hidi bay. Ana shashlik ham keldi. Ye? Kuyov? Nima bu maynovozchilik? Ama qiyma yeyman-ku. Qiyma u pishobdi hozir. Mayli, ham yaxshi yetib olsin. Ne? Hasatdor? Ha, hamma ketdi uyga, men ham sekin joyim qilib yotay deyapman-da. Uyingizga bormaysizmi? Yo'l qaragan, pulim yo'q, oylik tushmadi-ku hali. Tushadi oylik 1-2 kunga. Tushsin keyin boraman, ungacha yotaman sheraman. Aha, beraman o'sha qarzimni, boshliq aytibdi, 1-2 kun oylik tushadi deyapti. Boshliq odam aldamaydi-ku endi. Uzr, boshliq betoqatda qarzini so'raydi, oylik tushadi deyapman, bir ishonmaydi. Ha, tushadi 1-2 kunga. Boshliq ash baklashgan, tashlamang. Nima qilasizmi? Oylik tushmayapti-ku, shu bilan sotib kun ko'raman-da endi. Tushadi oylik 1-2 kunga. Yo'q, men ishonaman, sizga pretenziyam yo'q, prosta farzandlarim dada, non dedi, nima qilaman, shu sotib nima qilaman endi. Ha, o'g'lim, dadangni puli ko'p, dadang oylik olgan, hozir jaraq-jaraqdan o'tiribdi, senga sokchalar, apkachalar aytadi. Ha, endi nam yo'q qilavering endi mana shu. Yo, boshliq, men sizga gapirganim yo'q, o'g'lim, ertaga aytib bering deb o'sha aytayapman-da. Tushadi dedim-ku 1-2 kunga, Sattor. Ha, Sattor. 4 soatdan beri sizni kutib turibman, dokumentlarni berishim kerak. Ha, telefon qilsangiz bo'lmaydimi? Telefonim puli yo'q, oylik tushmadi-ku hali. Tushadi 1-2 kunga. Bering hujjatlarni, boring uyingizga keting. Uyimga qanday ketaman, shu yotaman, men ko'rpacha yozib. Aka, malades, sizda hammaga yordam berasiz. Umuman o'zgarmagansiz. Men shuna bir xil odamman, o'zgarmayman. O'zgarish uchun odamni pul buzadi deylar. Menga buzilayotgan pul yo'q, oyligimiz tushmayapti-ku. Hurmatli kollektiv, men sizga maqola aytib beraman. Oylikdan kelsa boylik, turmush bilan chiroylik. Yana bitta bu. Oylik bilan obod uying gar bo'lsa, u vayrona ham, vayronadir, parvona ham, devona ham. Bo'ldi-da aka, 3-4 kundan beri oylik deysiz. Siz xavotir olmang. Oylik kechikkan har bir kun uchun Markaziy bank qayta moliyalash stavkasining 10% miqdorida kompensatsiya olamiz. Rostdan. Ha? Ha, ozroq aytmaysiz, menga og'zim shoshib gapirib yuribman. Bo'ldi, men uyga ketdim emasmi? Ko'rpachani olib keting. Qarovulga berib qo'yman keyin o'zi. Dunyo chiroyli, quyoshli oyli. Erlarni himoya qilish jamiyati yetib keldi. Zo'ravonni qo'lga oling. Bu shaxs muntazam ravishda erini choyxonaga borishga va o'rtoqlari bilan ko'rishishga qarshilik qilib kelgan. Hichamda oshnavozku bu. Hech chiqarib qo'ymaydi, mana hammasi yo'lga o'qib qo'ymaydi. Ko'z yosharting, ko'z yosharting. Qani ro'molcham yo'q yatishga. Ro'molchasi yo'q-ku odamni. Siz o'zingizga har yil 4-5 ta ko'ylak olasiz, lekin bechora hali ham kuyovlik ko'ylakda yuribdi. Nima qilibdi? Yarashib turibdi-ku. Aylaning. Havo kirtiribdi-da. Aka, yozda shunday, qishda qanday yuraman bu bilan? Mana bu to'ylardagi rasmlaringiz, nima deysiz bunga? Kamandir issiqda boshimni shunday quyosh uradi, boki jav qilib javullaydi. Menga nima deysiz? Buni o'zi avlodi-kan. Qanaqa bizani avlod bunaqa? Bizani avlod hammasi julli, hammasi tukli. Ota-bobolarimiz jun sotib kun ko'rgan, tushundingmi? To'satdan kelib olib, yo'q, bu yo'q aybdor qilmang meni. Qani guvohingiz bormi? Isbot dalilingiz bormi? Guvoh kerakmi? Mana guvoh. Assalomu alaykum. Mana telefonimki? Aka, men siznikiman, yangamnikimanmi? Menikisan. Nima bo'lmasa yangam, men har doim tikkilaylar. Ol SMS, bir balo, Telegram, Instagram, YouTube. Unchalik emas, aka, jonimga tegib ketdilar. Yerimni qizg'anaman-da, Rashk qilaman, batariyam qizib ketyapti. Siz eringizni vaqtda qadriga yetmaganingiz uchun biz uni erlarni asrash lageriga olib ketamiz. U yerda oshno'g'aylar bilan dam olib, ma'naviy xotirani tiklaydi bu. Yo, iltimos, qilmang, olib ketmang. Yo'q, men baribir xotinimni yaxshi ko'raman. Uni sevaman. Ha, o'zim aloqaga chiqaman. Nima deyapsiz? Yo'q, tezroq boraylikmi siz lagerga? Kechga qolsa probka qolib ketamizda. Ikki soatdan beri taqalataman, nimaga ochmaysan eshigingni? Yebe, bizning uydagi qo'chqor. Sen Toshkentga o'qishga ketdim deb sasib yotishing qara kvartirangga. Bu kvartirangda meni quyxonam toza. Dadan qishloqqa maqtalib yuribdi, Toshkentga meni o'g'lim namunali shaxs deb. Assalomu alaykum, mehmonmi?
Ukajon yaxshimisan? Balama-ku, bugun shunaqa bardak bo'lib qoldi-da. Mana bu ham bugun bo'lganmi? Yo, bu kecha bugun. Naskingni qara qotib ketganni. Ay, Buncha po'choq bo'yiga shularni oq Nexia'lik Sobir aka bilan qishloqqa berib yuborsak, men mazza qilib yeyman-ku. buncha aqlli qiladi bu qo'chqoring yo'q buni. Nima? Ana shu aka aytganlarini qilib bilmasdan gapirmaylar bir narsani. Yo'qal. Sizlar kvartira pulini berasanmi, chiqarib beraman men. Bermaganmisan? Kvartira pulingga dadang akamni sotib berdik pulini. Kursdoshlar bilan o'tirdik-da, o'shani ko'p ketib qoldi. Ukangni sotib beramiz, xavotir olma. Ukam sotasizlar? Nima qilasan? Yaqinda stipendiya tushadi, beraman. Ol, ye. Tushunmadim. Bu konfet bu. O'zing birinchi ye. Aniqmi? O'rta asalli konter sazdat quvurlari yeyman cho't-cho't apazdaldi, chonsam. O'zingni sof ona tilingga gapir. Xotin boraman uyga, men nimadir kerak bo'lsa Telegramga yozib qo'y menga. Qaralaring, men ketdim. Beda bo'ldi aytaman. Sizlarni qo'shqo'lar, shuni telgisa dadang o'ldirsalar kerak, ha? Bolalar Sardor shu yerda turadimi? Bizning uydagi sigirchi. Sani qandirangi deb dadang bolamdi sotdi. Ha, nima bo'ldi? Oyijon somsa qildi ekandilar, pishirdi. Somsa pishdimi kelin? Ha, ona bo'lib qolaman, pishdi. Buni beketman ko'chada boshqa olib kelaman. Kelin, Labiyoyjon. bir ser sabzi qilib chuchvara pishiring. Xo'p bo'ladi, chuchvarani do'ndiraman o'zi oyijon. Chuchvarami? Ona to'xtang, mana chuchvaram menga bering. Och qoldingmi bolam? Ochman, bering ona. Men bolam, sen yesang men yeganday bo'laman. Ol. Ana endi birna bo'ldi. Nima bola buncha ko'p so'gansan ovqatga? Mana achchiqni mastava qildim. Mastava. He. Ha o'g'lim, nimaga yig'layapsan? Farzand bo'lib sizni biror yoqqa etmanmi? Onam shunga yig'layapman. Endi ishlaring ko'pda bolam. Bironga olib borarsan, yig'lama. Kelin, shu ovqatdan qo'shniga ham berdingizmi? Ha, qo'shniga ham chiqarib berganman. Qo'shni? Qo'shnani ovqatni yeman yana. Dadangiz yoqmaydigan nimadir yeb qo'yganlar. Tezda klinikaga yetish kerak. Obbo, nima yeb qo'ygan bo'lsalar ya? Ha, kelin, bugun xolangizlar keladi mehmonga. Xamirlarni cho'zib, mayingina qilib, bir qozon kabob qiling. Xo'p bo'ladi oyijon. Nima qiling, ey? Kuydirib qo'ydim. Qozon kabob tayyor bo'lib qoldimi? Mehmonlar ham keladi dedi. Qozoni tayyor bo'lib qoldi. Yo'q, qatmondan nimadir olib kelaman hozir, ey. Nima qilsam ekan? Lavash xamiri, tuxum, bolgarskiy, parvoz kolbasasi ham bor ekan. Kelin, men sizga kabob devdim-ku. Yo'rakan-ku. Onam unga parvoz kolbasasini qo'shganda mazali va hamyonbop. Choy nima bo'ldi, kelin? Choy. Tushunmayman, qanday choynak, qanday qo'shib qo'yadi bu, ey? Sasib yotaverasanlarmi? Uyda shuncha ish bor. Tur, onamga qarashay demaysanlar. Turinglar, ey. Aka, yordam ber. Ha, olib kel o'zing. Onam aytdi bunga. Chiq, davchi teribdi. Onam gapirala. Gapirmaylar, chiq, yeymiz. Nimaga dovchalarni terding? Pishsa o'zimiz yeymiz-ku shuni, ukajon. Akangni aytganini qilsang o'ylasanmi, a? Ola, bunga akamizni hamma narsaga osilib odam sharmanda qilmalaring, tushundilaringmi? O'zim bilib olib beraman. Ona Korsikada katta keshbek kunlari aksiyasi boshlangan. Har hafta dushanbadan chorshanbagacha o'tkaziladi. Har kuni yangi mahsulot turlari va katta keshbek. Taklif faqat bir kun amal qiladi. Keshbek Korsika Plus kartasiga qaytadi va uni 30 kun ichida keyingi xaridlarga ishlatish mumkin. Shunday foydadan qo'llanib chiqarib bo'ladimi? Aksiya esa barcha formatda, supermarket, mahalla, Korzinka Go'da amal qiladi. Yashasin. Qochlaring, baribir o'zim tanlayman. Ha. Bolalarim xolodilnikka joylashtirib qo'ylaring. Yeb qo'ymang lekin. Ma buni ham qo'y. Ushlab tur. Onam gapirala. Ushlab tur. Ana bo'ldi. Nimaga bitta banani olib qoling? Onam yemanglar dedilar, ukajon. Marhum. Aya, men emas akalar. Shumtaka ehtiyot bo'lib o'ynagin. Undan ko'ra kitob o'qisang-chi. Mana bonkalarni chayqab,
oftobga yoyib qo'ylaring. Murabbo yapamiz. Sindirib qo'yma yana. Hop. Uka ushla. Yaqachi! Yaqachi! Yoshlik sana o'ylamagankan. Rahmat xotin, ovqating zo'r chiqibdi. Haqiqatan mazali bo'lib keling, yana bir kosa olib keling. O'tiring kelin. Kelinni ovora qilib nima qilasiz? O'zim olib kelaman. Uydagilaringiz baland gapirishyapti, qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, biz shunday baland gapiramiz. Ha, shunday. 40 yil sen bilan yashabman, har xil kunlarni ko'rdik-a, xotin. Nimasini aytasiz? O'ylasam ko'zlarimga yosh keladi. Qornim og'riyapti. O Turxoy! Adasi, bolani shunda uxlatib turing, mana ishlarim qoli. Mayli. Alla bolam, alla yo'q, uxlaydigan palla yo'q. Dada, uxlolmayapman. Chiqib turing, o'zim uxlayman. Davay! Qo'shni, ertaga to'yib uylanyapman. O'tinglar. Ye, tabriklayman. Baxtli bo'l! Rahmat. Kuyov navkarga mana shu qo'shnilarni aytishimga aytib, baqirib zo'r fayz beradi-da. Bobo, biror narsa ichasizmi? Yaxshimisiz? Jem gapiribdilar. Bir ko'k choy olib kel, tomoq qaqrab ketdi. Dadamgacha olib kel. Hay! Dada, maktabdan farqiylik olib keldi. Malades o'g'lim. Shunday xursand bo'ldim. Men sen bilan faxrlanaman. Doim shunday bo'l. Hay! Davay! Mana qancha umrim qoldi o'zim bilmayman. Sizlarga nasihat. Ayollar, hech qachon erlaringizga baland ovozda gapirmanglar. Kelin, men sizdan roziman. Siz eringizga hech qachon baland ovozda gapirmadingiz. Rahmat sizga dadajon. Qornim og'riyapti. Bor choptirib kel. Ajoyib yurtimiz bor. O'ynashma Real Madrid bilan uddar komanda bu. Shu realist 2 yildan beri choynak qapog'ini ham yutib olayotgani yo'q. O'zlaring 2015-yildan beri Chempionlar Ligasi yutolmayapsanlar. Pitu. Endi shu kecha 2-0 ga yeb endi jirillashni boshladingmi? Ona kechan gapirmang, taoling Real Madrid boshqa urving-ku. Tanimaydi bu Barselona. Biza Chempionlar Ligasini ketma-ket 3 marta yutgan biza. Messi Turel ketma-ket oltin to'pni oldimi? Biza komandamizga sodiqmiz. Figoni aytibsanmi? Zidane, Raul, Ronaldo eslaringizmi? Galacticos. Shu Galaktikangni Ronaldinoni bitta o'zi yorgan-ku. Ronaldo, Benzema, Bel davrichi. O'sha paytda Messini bitta o'zi reallarini sajda qilib tashadi-ku. Taqa-taqib joyim tashadi-ku, aylanib ketay. Asab qilma. 1950-yilda 7-2 ga yutganimiz eslangda yo'qmi? Onajon, 1943-yil 13-iyul 11-1 Bernabeu. Ona gapirma. Oyjon, meniki bo'lib keting. Xavotir olma qizim, seni o'zim himoya qilaman. Yur qani. Ko'pam qizlik taraf nomi. Xudo. Barselona Ispaniyada Copa del Rey'ni 31 marta yutgan. Xudo, Real Madrid Ispaniyada La Ligani 36 marta yutgan. Copa del Rey deysiz? Real Madrid 2017-yil bir mavsumda 5 ta sovrin yutgan. 2009-yil bir sezonda 6 ta sovrin yutganmiz. Bildingizmi? Pep Guardiola davrida 14 ta sovrin yutgan biza. Statistikalarni ko'tarmaylik. Carlo Ancelotti davriga biz 15 ta sovrin yutdik. Jim o'tiribmiz-ku. Barselona futbol akademiyasidan dunyoga mashhur futbolchilar chiqqan. Messi, Xavi, Iniesta. Biz ham G'o'zafay yetishtirib yurganimiz yo'q. Igor Casillas, Carvajal, Raul Gonzalez. Real Barsa. Bo'ldi, Real Barsada jonga tegdilaring-ku, ilohomiy. Real Barsa o'ynab tursin, xayrli davron shartlab yursin. Oilamiz tinch bo'lsin, O'zbekiston chempion bo'lsin. Mana oshlarimiz 25 ming bo'lib ketdi salat non choy ichiga. Qizlar kelinglar bet qilasizlar. Biz bunaqa joylarda emas, elitni restoranlarda ovqatlanamiz. Toshkent Mall, City Mall, Boulevard. Понятно? Ha, uzr ha. Rahmat. Ustidan berdigoncha Instagramga story olaman. Dunyodagi odam sonlari o'zlaring bitta marujin 4 ga bo'lib yeysan, yana menga kibr yo'qol. Ma'oli aka bering shu yesin och qolganlar, olay. Mana so'ragan 8 ta oltinlar. Qanchadan bir oltinlaringiz kelishtirib bering, ko'proq olamizku. Tabiat xatolari, kvartiraga borib 2 ta oltincha, lekin ko'chaga chiqsang madam madmazela. O'zlaring bitta souschaga mambo tray deb urush. Elitni restoranga balo bo'lma. O'zimiz bilamiz.
Ya qizlar o'zi 40 mingdan uni oshiq arzon qila olmayman. Akajon 30 mingdan bering ikkita olib 4 kishi kiyamiz. O'xshamagan modellar, o'zing ikkita ko'ylak olib 4 kishi ekansan. Nimaga meni oldimga borib katimda kayf Anjelina Jolini yoqasan? Kamol Amir kinosidagi nixon bor, o'sha menmi? 90 kilolik nixon. Qara, avtobus kelyapti, bugun sen to'laysan. Kecha men to'lagandim, bu safar sen to'laysan. Ko'p gapirma. To'lamayman men. Kim to'laydi? Ey, hamma omadini o'qishga kirishga ishlatib qo'yganlar. O'zlaring avtobusga tortish ekanlik, nimaga menga Selena Gomez, Jennifer Lopez yoqasan? Menda Telegram yo'q, SMS yoz, SMS. Ey, tosh davrida qolib ketgan mamunchalar, xatyabi qo'lingga iPhone 17 to'l gapirmayman. Qayerda olaman? Ey, yur bu yoqqa. Faqatgina 2 kun ishonch do'konlarida iPhone'larga 1+3 aksiyasi boshlandi. Ana, ko'rdingizmi? Bittagina pasportingiz bilan iPhone 17 Pro yoki Pro Max modellarini muddatli to'lovga xarid qilsangiz, unga kerakli bo'ladigan 3 ta gadjet, 3 ta gadjet? smart soat, quloqchin hamda quvvatlagich blogini sovg'a sifatida olib ketasiz. Rahmat. Arzimaydi. Mana oshlarimiz non choy salat ichiga apavit qilib keting. Men bunaqa joylarda ovqatlanmayman, men luxury elitni turistik restoranlarda ovqatlanaman. Qo'ying. Ay 2 soatdan beri chaqiryapman. Quloqlaring karmi? Eshitmamizda, ha? Tez hamma qishki kiyimlarini yig'ishtirib olib, sandiqqa joylashtiramiz. Ana. Qo'y mana shu yerga. Endi bularni qishda kiyasizlar. Ona sandiqqa qo'ymaylik shuni o'tgan safar men kurtkam sichqon yegan. Ha, ana shuning uchun. Sichqon? Ana, endi yolmaydi. Imi ona kurtkam kissasiga rogatkam qo'lib olib bering. Shuncha narsani qaytarib chiqaraman endi. Pishk o'ynaysan, ketdik uka. Ana shu sekin akuranni qo'parlaring buni. Keyingi yil salafini qo'qamiz yana trezaga. Mana akuranni oldim, buni etib tozala, tez bo'l. Sanab dur. Quramani to'kmagilamga. To'kilgani yo'q-ku. Xo'pdi. Gap qaytarma uka. Qilaydi gap qaytarib. Bu nima ishlamaydi? Uka, men ushlam buni. Qara. Mana bitta qilay. Uka, bekor qiling-da, axir ukamiz-ku bu. O'zing boshlading-ku, ona. Qani bachalarim kelinglar, mana xolang ko'ylak berib yubordi. Mayga. Ha, kiyim ko'rmaganlar. Aya, akam ko'ylakni yirtdi. Men qilgan yo'q shuni. Baqopki. Ana, bo'ldi. Bak. Bu yo'q yamoqchi bo'ldi-ku, qanday kiyaman aya? Aka shuni bekor yopishtirdik-da. Zo'r chiqadi ishon. Aka to'xta o'zim yulay shuni. Uka, bekor yopishtirding-da, undan ko'ra kitob o'qiylik, yur. Ona mana emas. Hoy dadasi, ha, indamagina pisib qayerga ketyapsiz? Xon saroyini vatan rezerv loyihasidan u yo'laykan bo'lsak, boshlang'ich to'lov 30% ekan. 36 oyga muddatli to'lovga qo'ygan to'lasa bo'lar ekan. O'shani ko'rib kelay. Ey, darrov qayting. Ha, qaytishimga do'ppichada osh qilib qo'yking, qaymi? Sabz yo'q-ku uyda. Onajon sizga ro'molik sovg'aga. Voy, meni polvonlarim, bolajonlarim. Ana bu televizor nimaga yonmayapti? Yo'q, bu erkin buzdi ona uni. O'zi menga piyolacha o'tdi. Sen o'zing qilding. O'zing otding-ku men. Buyoqqa. Yoshlik sana o'ylamagankan. Senga gul olib keldim men. Voy, hayotim buncha chiroyli, rahmat. Beting qursin. 30 yil katta qilgan onaga gul yo'q. Kecha tushgan xotinchasiga gul olib kelgan. Ona sizga kecha olib keldim-ku, gul. Yo, menga xuddi shunaqasidan kerak. Ber, ana ona. Buningga qo'li tegdi, boshqa olib Afiye good. Senga nafs ko'rib keldim men. Voy, menga ham xursand bo'ldi. Mana keling rais bu, mana qarang. O'z ko'zingiz bilan qarang. Xotinga naski, onaga tishimdir. Mana, men oyoq yalang yuribman. Menga naski yo'q. Ona sizga doim paypoq olib beraman-ku, ayting bor-ku. Yo, qachon olib berdi? Yo, olib bersa kiymaymanmi mana? Olib bersa maqtab kiymaymanmi? Men senga shokolad olib keldim. Voy, buncha yaxshisi. Mana qadrli azizlar, o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, kechalari bedor bo'lib, bolaga non suv berib chiqqan onaga shokolad yo'q, lekin 4 kunlik kelinga shokolad bor. Ona shokoladni yomon ko'raman derdingiz-ku siz. Yo, men xuddi mana shunaqa yong'oqlisini yaxshi ko'raman. Beraymi shuni? Yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Senga tropik meva olib keldim. Voy. Ha, beting qursin. O'sha tropik mevaga tiqilib olyapsanmi? Mana qo'ni-qo'shni ko'ringlar. Mana kechalar bedor bo'lib boqib chiqqan onaga tropik meva yo'q. Ona kecha olib keldim-ku sizga. Minnat qilma.
Millat qiladigan bo'lsak olib kelma. Ona kelingiz bilan shunday ishonch do'koniga borib kelay. Amor. Hayotim, endi ishonch do'konlaridan Xitoyda ham yo'q narxlarda xarid qilishimiz mumkin. Yo'q-e? Avalon konditsionerlar 6 million 3 ming so'm. Shivagi gaz plitalari 2 million 299 ming so'm. 30 litrli Mytech televizorlari 1 million 39 ming so'm. 7 kiloli LG kir yuvish mashinalari 5 million 565 ming so'm. Zo'r ekan. Shundan bitta olaylik. Yo, hozir onamlarga televizor olamiz, kirmoshdan ertaga olamiz. Tinchlikmi? Kecha aytgan narsasini olib bermadim-da, sizga televizor oldim. Olib ber, bolam. Shuncha mehnat qilyapti, ishimizni qil, olib ber. Ayol kishini ko'ngli nozik bo'ladi, bolam. Olib ber degan narsasini olib ber. O'zi sizga aytmasdan bitta tilla o'ziga olib berganman. Yeb qursin. Odam bo'lmading-da. Aliya bu xo'rlangan qaynonalar kompaniyasimi? Tez yetib keling. Qozayga keldi. Kir, ko'rsa gapiradi hozir. Sig'mayman. Yig'ishtirmalaring. Charchab qolasizlar. Keling. Qalaysizlar? Kompot to'kdinglarmi? Yo, yuvib beramiz hozir. Yo, tozalamanglar, O'zim yozda hamma gilamlarni bir qilib yuvdiraman. Qanday, bolalarim yaxshi yotib turibsizlarmi? O'qishga borib turibsizlarmi? Bu ota-onangdan ham xabar olib turibsizlarmi? Ha, yaxshi. Sizlar kelishlaringdan oldin yangi televizor oldim. Sindirdinglarmi? Remont qil. Yangisidan olib beraman. Qo'shni, qaqas o'zi shu ekansiz. Nima bularning dastlab tinchlik bormi? Kvartirada dupur futbol o'ynaydimi, basketbol o'ynaydi. Kechasi bilan tinim yo'q. Xohlasa ko'pkari o'ynaydi. Sizga nima? Eshik orqasidan yoping. Voy. Bilganlaringni qilinglar. Yaxshi ko'ramiz siz shuni. Qo'y, majburlab ikkovini tiqma. Ya bu mehmon ketadi. Aldama Shahboz. Shu yerda yashaydi-ku. 4 kishiga deb berganman. 40 kishi bo'lib yashanglar. Chiqinglar, yashaydi bular shira. Nimaga xolodilnik bo'sh? Hozir to'kdan tortib qo'yamiz. Nimaga menga aytmaysizlar, ha? Yoz, kartoshka, pomidor, piyoz. Go'sht ham yoz, go'sht. Zigishonni malaka. Yo'q, ana murabbomiz bor. Biram zo'r narsalaring bor ekan. Yoz, zigishonki malaka. Ana gildilar dushlaring bormi? Nima? Ertalab yedik go'sht. Zo'r narsa. Yo'q, qolmagan. Yoz, gildilar dush. Men tez borib boyaga svetlarga pul to'lab kelay, yana o'chirib qo'ymasin, qorong'ida qolib ketasizlar. Opajon, uni kirib payme bilan to'lang, bir necha soniyaga to'lab qo'yasiz. Ha, biz ham 10 yildan beri shunda to'laymiz. Qulay va xavfsiz. Mana shu aqlliliklaring uchun bir oy tekinga turasizlar. Payme bilan meni ham tashvishlarim kamaydi. Men bozorlik qilib kelay, osh qilib beraman. Ammam keldilar. Kimdir bormi? Voy, assalomu alaykum. Xush kelibsiz, ammasi. Bor, ana joylaringni yig', bo'yniginang uzilsin. Bor, qo'shnidan 2 ta non olib kel. Shahbozjon do'konga chiq, 2 ta kartoshka, kalbasa, tuxum ham olib kel. Pul bermadingiz-ku. Qarzga yozdir, qachon pul berganman? Xush kelibsizlar. Kelin ovora bo'lmang. Ovorasi bormi? Ona, non olib keling. Bor, mehmonlar oldiga olib kir. Ona olib kelim kalbosa tuxumini. Ber. Tishlamadingmi? Qutema pisa yeysan shuni. Otangga o'xshab otsan-da. Shu singillaringiz ogohlantirib kelsa bo'lmaydimi? Yerdan bilan ovqating tezlashtir. Hech narsa yo'q uyda. Tez. Sen tort, men tort qilmaymiz. Charchash nima bilmaymiz. Arra g'izg'iz. Hammaladiz, maktab ko'rganda bu. Barakalla. Joyga bilamsan. Qo'ying, yesin. Har kuni yeyotibdi. Men konfetlar bekitmayman. Bu karatega boradimi? Bizaniki kurashga boradi. Bo'ldi. Ikkalang ham zo'r ekansan. Bo'ldi. Changib ketdi-da. Magazinga borganda ham ichaykonlardan deb aytsang o'zi biladi. Qayga boradi? Nima qilmasin deyman-da. Zahar degsin. Tirik qo'yasan. 3, 4, 5, 6 kishi ekan ona. O'chirib baqirma. Kel, yordamlash, ovqatlar olib borasan. Nima maktab formani kiyib olding? Mehmon keldi-ku. Bor, yech.
Har 2 kunda birda kiryapmanmi? Popkangga ham taqib chiqmabsan-da. Xush kelibsizlar. Mana ovqatam pishdi. Olinglar shu qomasini endi, olinglar. To'ydik, turamiz endi, rahmat. Qayga borasizlar? Shoshmanglar. Tovuq dimlab qo'yibman aka. Mayli, hurmatsizlik bo'lmasa yeb ketamiz, ha? Tor do'konga chiqib tovuq olib kel. Och ekanda bular. Bu tarafda molxona qursangiz bo'lar ekan, bu yoq tomonda qo'yxona qilsangiz ham bo'lar ekan. Hozir mashina olishni plan qilyapman. Kecha Suez Sergeli avtosalonga borgandim. Tog'a, hozirgi kunda S07 modelimizga 48 million chegirma bor. Bu 7 kishilik ekanmi? Ha, shunaqa. Bu S09 modelimiz. Bunga esa 51 million chegirma. Bu yangi model Suez S06. Bunda 20 million chegirma bor. Ota, men Sergeliga mashina bozor kechda o'qilda Suez Sergeli avtosalon bor ekan. Mashinalar zakkonni. Sen ham ko'rasan. Olib kelaman, kechasi 11gacha ishlaydi bular. Bu ham yaxshi, lekin. Ada. Yana bir kelinglar. Yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar. Ketib qolgan narsalarni yeymiz. Shoshma! O'ylamagan